yurak ishemik kasalligi, ya'ni stenokardiya kasalligini belgilari qanaqa bo'ladi insonda? Buni hozir bemorni o'zidan eshitamiz. Mana shu ko'krakda Ha, ichida og'riq bo'ladi. og'riq bo'ladi. Qaysi payt bo'ladi? Tezlashganida. Yurganingizda. Yurib tezlashgan, yuguraman deylik. O'shanda boshlaydi. Sekin yursangizchi? Bo'lmaydi. Unda bo'lmaydi. Tepaga chiqsangizchi, masalan, zinadan Bo'ladi. unda ham bo'ladi. Taxminan nechinchi etajda bo'ladi? Moskvaga chiqqanda bo'ldi. Ha, piyoda yurib chiqqaningizda, mostga chiqqaningizda bo'ldi. Kilometr sekinlasam qo'yaveradi. Ha, hatto zinadan chiqdingiz mostga. Shunaqami? O'zidan. O'zidan padyonda yurib chiqdingiz. Og'riq bo'ldi mana shu yetingiz. Ha, velosipedda edim. Qo'sh suyagingizni orqasida og'riq bo'ldi. Xo'p, boshqa joylariga ham o'tdimi og'riq? Yo'q. O'tgan yo'q, orqa kuragingizga. Yo'q. Bunaqa bo'lmadi. Yo'da orqa ko'rgan, yo'da bitta sanchib berdi, xolos, naqaja ushlab turmaydi. Xo'p, qon bosimi bormi? Yo'da chiqib turadi. O'zi shu paytgacha yurak tomonidan bir kasal bo'lganmisiz? Bo'lmagan. Bunaqa bo'lmagan. Yaqinda operatsiya qildiruvdim. Buni amaliyot qilishga chiqqanman. Endi hozir bu aytayotgan og'riqingiz, mana shu to'sh suyagini orqasida bo'layotgan yurakka xos og'riq. Ham jismoniy harakatda kuchayishligi ham yurakka xos. Chunki jismoniy harakat bo'lgan paytda yurakda o'ziga ham ko'proq oziq-ovqat va kislorod kerak bo'ladi. Yetmay qolsa og'riq paydo bo'ladi. Endi uni hozir bitta ekiyga ko'ramiz. Ekingiz bilan qo'shimcha ko'rsak, keyin qon bosimingizni o'lchab ko'ramiz bunga. Ha? Ikkiga Bu yoqqa o'tib. Agar yurak ishemik kasalligi avvalroq oldi olinmasa, bu narsa bora-bora infarkt kasalligiga sabab bo'lishi mumkin. Endi har bir kasallikni davolagandan ko'ra uni oldini olgan eng yaxshisi hisoblanadi. Ushbu bemorimiz o'z vaqtida murojaat qilgan vrachga. Agar sizda xuddi shu bemorimiz aytgandek belgilar mavjud bo'lsa, darhol kardiolog mutaxassisga murojaat qiling. O'zingizni ehtiyot qiling, sog'lig'ingizni asrang. Salomat bo'ling.